bilaman. Qonimni ichdingki, qoningga qovraysan-a? Billa olinglar diyorman. Qo'pqima menga, qo'pqima, o'rganim yo'qmi? Kecha nima qildingiz? Jamila bilan yig'ildik kecha. 40 mingga kolbasa oldim, 13 mingga pivo oldim. Uyga bordim, so'ldim-da uxladim unasi. Ha, siz faqat uxlang. Men Anjirpaydan pul tashlab qo'ydim-ku. Guma nima edi? Anjirpay ochilgan. Rossiyadan turib O'zbekistonga Uzcard, Humo, Visa kartalariga pul tashlasangiz bo'lar ekan. Qolaversa, naqd pul ko'rinishiga pul yuborsa bo'lar ekan. Uni qayerdan topaman unasi? Ha, qishloq, Play Marketdan hoziroq yuklab olsangiz 400 rubl sraz bonus berar ekan. Rahmat onajonisi, sen ko'zim moq qorasi bo'llarim onasi, yuragim bekasi, xonadonim erkasisan. Seni sog'indim onasi. Men ham sog'indim, ballalarimni, ota-onamni, uyimni sog'indim. Siz faqat pul tashla deysiz. Onasi, kechir meni. Xato qildim onajonisi. Sendan bitta iltimos shu kichkina o'g'limni sunnat qilgandan keyin qaytsangchi. Of, shu pul yesa sallatda men bor ekan hamma to'dalayman hali. Baqiraverma menga, shu uy boshingdan qo'ysin. Men otam uyiga ketdim. Nima anqa yo'q? Lo'jdi be.